Jo'jasi bormikin? Qani? Inkubatorga yoki tovuga tuxum bostirdik. Buni ichida jo'ja rivojlanyaptimi yo'qmi? Buni qayerdan bilamiz? Hozir sizlarga shuni o'rgataman. Undan oldin tuxumni to'g'ri yig'ishni ham o'rgatib o'taman. Mana ham tuxum bo'largan bo'lsa, mana tegi uchli tarafi, tepasi uchsiz tarafi, tuxum mana shunaqa uchli tarafi bilan qo'yib yig'iladi. Jo'ja borligini bilish uchun bostirganimizga kamida 4 kun bo'lgan bo'lishi kerak. Ana o'shandan boshlab bilsak bo'ladi. Buning uchun bizga fonar bilan qorong'i joy kerak bo'ladi. Fonarga tuxumni yaqinlashtirsak, tuxum mana bunaqa yorug' ko'rinadigan bo'lsa, endi rivojlanayotgan bo'lsa, ichida tomir bo'largan bo'lsa, ichida jo'ja rivojlanayotgan bo'ladi. Agar bu ko'rinishi 10 kunlik, 12 kunlikda bo'largan bo'lsa, buni ichida jo'ja rivojlanib, o'sha o'lib qolgan bo'ladi. Ko'rib turgan tuxuminglar 12 kunlik uchun kichkina hisoblanadi. Hozir 12 kunlik qanaqa bo'lishini ham ko'rsatib o'taman. Mashalloh, mana shu 12 kunlik rivojlanayotgan jo'ja hisoblanadi. Ko'rasizlar, yarmi qora, yarmi hali to'lmagan. 19 kungacha shu qop-qora ko'rinishda bo'ladi. Ana o'sha rivojlanayotgan jo'ja hisoblanadi. Sizlarga buni ham ko'rsatib qo'yishim kerak. Bu urug'lanmagan tuxum hisoblanadi. Ko'rasizlar, hech qanaqa tomir joyi yo'q va hech qayerda jo'ja rivojlanayotganlik alomati ham yo'q. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying va shuni bilmaydigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi.